Venesuela dunyodagi eng katta tasdiqlangan neft zaxiralariga ega davlat. Mamlakatda taxminan 303 milliard barrel neft zaxirasi bor. Bu global zaxiraning taxminan 17-18% tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich uni Saudiya Arabistoni, Eron, Kanada kabi neftga boy davlatlardan ham oldinga chiqaradi. Venesueladagi neft asosan Orinoco neft kamarida jamlangan. Bu yerda neft extra heavy deb ataladigan juda og'ir, zich holatda bo'lib, uni qazib olish va qayta ishlash oddiy neftga qaraganda qimmatroq hamda murakkabroq hisoblanadi. Shu sababli noqonuniy sanksiyalar, investitsiya yetishmasligi, eskirgan infrastruktura va texnik imkoniyatlarning cheklanganligi uni to'liq darajada qazib olishni qiyinlashtiradi. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyani qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Venesuela Lotin Amerikasidagi eng muhim davlatlardan biri bo'lib, bu mamlakat nafaqat siyosiy inqirozlar, balki dunyo miqyosidagi geosiyosiy to'qnashuvlar markazida bo'lib turibdi. Ayniqsa AQSh va Venesuela o'rtasidagi keskin munosabatlar yillar davomida xalqaro maydonda bahsli mavzu bo'lib kelmoqda. Dasturimizni aynan neft bilan boshlashimiz bejiz emas. Chunki geografik jihatdan u Amerika Qo'shma Shtatlariga yaqin joylashgan hamda Lotin Amerikasi bozoriga chiqish uchun muhim nuqta sanaladi. Aynan shu omillar Venesuelani yirik davlatlar, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari uchun muhim strategik hududga aylantiradi. Neft bu faqatgina iqtisod emas, balki siyosiy qudrat. Kimki energiya manbayini nazorat qilsa, u mintaqaga o'z ta'sirini o'tkaza oladi. Mana shu nuqtada bir narsani yoddan chiqarish kerak emas. Ha, Amerika Qo'shma Shtatlari hamma joyga burnini suqadi, lekin bu degani Rossiya oppoq degani va uning Ukrainaga bosqinini oqlamaydi. Unda bu yerda Venesuela prezidenti Maduro jabrlanuvchimi? Qisqa qilib aytganda, u diktator, xalqni majburan bostirib, o'z manfaatlarini doimo ustun qo'ygan. Bunday vaziyatda har doim oddiy xalq buning jabrini ko'rgan. Kim to'g'ri ekanligini har bir odam o'zi xulosa qilib olishi kerak. Amerika Venesuela ziddiyatining keskinlashuvi Hugo Chavez davriga to'g'ri keladi. Chavez neft sanoatini milliylashtiradi, Amerika kompaniyalarining ta'sirini cheklaydi, mustaqil tashqi siyosat yurita boshlaydi. AQSh esa bu siyosatni demokratiyaga tahdid, avtoritar boshqaruv sifatida baholaydi. Aslida esa mojaroning ildizida iqtisodiy manfaatlar va geosiyosiy ta'sir yotadi. Qo'shma Shtatlar Venesuelaga nisbatan qator iqtisodiy sanksiyalar joriy qilib, neft eksportiga cheklovlar, bank va moliya tizimi blokadasi va xalqaro savdoga bosim qiladi. Bu sanksiyalar Venesuela iqtisodiyotiga og'ir zarba berib, inflyatsiya keskin oshadi, oziq-ovqat va dori-darmon tanqisligi yuzaga keladi. Millionlab odamlar mamlakatni tark etadi. Venesuela hukumati bu holat uchun tashqi bosimni ayblasa, Qo'shma Shtatlar buni rejimga qarshi choralar deb ataydi. 2019-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni muvaqqat prezident sifatida tan oladi. Bu ochiqchasiga siyosiy bosim edi, ammo kutilgan natija bermaydi. Armiya Maduro tomonida qoladi, hukumat ag'darilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari esa diplomatik yutug'iga erisha olmaydi. Bu holat Pentagonning Venesuela ustidan to'liq nazoratni o'rnatish rejalari muvaffaqiyatsiz bo'lganligini ko'rsatadi. So'nggi yillarda vaziyat nisbatan o'zgarib bormoqda. Global energetika inqirozi fonida Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela neftiga yana qiziqa boshlaydi. Ayrim sanksiyalar yumshatiladi. Venesuela esa Rossiya va Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlaydi. 3-yanvarda Qo'shma Shtatlar Venesuelaga bostirib kiradi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, AQSh va Venesuela o'rtasidagi mojaro bu faqat demokratiya yoki inson huquqlari masalasi emas. Bu neft ta'siri va global siyosat to'qnashuvi. Katta davlatlar o'z manfaatlari uchun kurashayotgan bir paytda eng katta zarbani oddiy xalq his qiladi. Savol ochiq qoladi. Venesuela o'z mustaqilligini saqlab qola oladimi yoki global kuchlar o'yinining qurboniga aylanadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha